Yana bahor, yana ko'klam, har yon ajib go'zallik, nafosat, husnkorlik, dillarda jo'shqinlik, yuz-ko'zlarda shodlik sururi. Hamma yoqda karnay surnay, doira-yu nog'ora sadolari. Tevarak atrofning ko'rkamligiga til ojiz. Qir adirlar zangor libosiga burkanda. Boychechak, chuchmoma va yalpizlar ifori dimoqqa xush yoqadi. Tabiat uyg'onmoqda, borliq yashnamoqda. Xalqimizning sevimli ayyomlaridan bo'lgan Navro'z umumxalq bayramini ingichkaliklar ham ko'tarinki tarzda nishonladilar. Bayram sayli ingichka madaniyat markazida tashkil etildi. Tadbirda shahar hokimi Gavhar Alimova, jamoatchilik vakillari, nuroniylar, yoshlar hamda ingichka aholisi ishtirok etdi. Bayram sayliga oshiqqanlar bu yerda tashkil etilgan turli ko'rgazmalar, iste'dodli sportchi yoshlarning chiqishlari bilan tanishdilar. Shahar hokimi tadbir ishtirokchilarini Navro'z bayrami bilan qutlar ekan. Keyingi yillarda Ingichka qo'rg'onida aholi farovonligi yo'lida amalga oshirilgan keng ko'lamli bunyodkorlik ishlariga alohida to'xtaldi. Gulgun qizlar shivir-shivirida bahor muhabbat fasli deya qosh ko'zlariga o'sma surib, azamat va mard o'g'lonlar kurash ko'pkari tushib, buyuk ajdodlarimizning munosib vorislari ekanliklarini tadbir doirasida namoyon etishdi. Arqon tortish, beshtosh, oq terakmi, ko'k terak kabi milliy xalq o'yinlari esa yosh avlodni o'zbekona qadriyatlarimizga nisbatan hurmat tuyg'usini oshirdi. Shahar madaniyat bo'limi hamda Ingichka madaniyat markazi san'atkorlari ijrosidagi Navro'zni tarannum etuvchi kuy-qo'shiqlar tadbirga shukuh bag'ishlashi bilan birga ingichkaliklarga shod xurramlik ulashdi. Ammo o'zingni sen bahorni sog'inmading. Sayil bahona diydor ko'rishib, bir-birlarini ayyom bilan qutlashgan insonlar yuz-ko'zlarda samimiylik, mehr-muhabbat, bolajonlar bahor, Navro'z keldi deya unga peshvoz chiqishdi. Unutilmas ajib damlar suratlarga muhrlandi. Sho'x yallalar, dilbar kuy-qo'shiqlar barchani raqslarga chorladi.